D guruhida kichik sensatsiya qayd etildi. Turkiya jamoasi guruhda so'nggi o'rinni egalladi. Birinchi o'rinni esa mezbon AQSh milliy terma jamoasi 2 g'alaba, 1 mag'lubiyat. Aynan shu mag'lubiyatni ular 4-o'rinni egallagan Turkiyadan qabul qilib olishdi. Guruh g'olibi AQSh milliy terma jamoasi o'rtacha 55% to'pga egalik qildi. Kornerlar soni 18 ta, forlar soni 42 ta agressiv va faol pressing tufayli. Ofsaydlar soni 5 ta, sariq kartochkalar ham 5 ta. Barcha o'yinlarda barqaror ravishda 4-3-3 pressing tizimi qo'llanildi. Muvaffaqiyatli dribling 28 ta, umumiy darvoza sari zarbalar 43 ta. Ikkinchi o'rindagi Avstraliya kornerlar soni 15 ta, follar soni 39 ta. Hamma o'yinlar qattiq va kurashlarga boy o'yin bo'ldi. Ofsaydlar soni 3 ta. Sariq kartochkalar 4 tani tashkil etdi. 26 ta o'yinchidan faqatgina 16 tasi maydonga tushdi. Musobaqa davomida 4-3-2-1 va ba'zi paytlarda yuqori blokda 5-4-1 sxemalar ishlatildi. Muvaffaqiyatli obvodka va driblinglar soni 16 ta, umumiy zarbalar soni 26 ta. Klassik Janubiy Amerika himoyaviy futbolida o'ynagan Paragvay to'pga egalik qilish bo'yicha 45% ni tashkil etdi. Kornerlar soni 11 ta, follar soni 46 ta, ofsaydlar soni 4 ta, 7 ta sariq va 1 qizil kartochka. Bu natija bilan ular guruhdagi eng qo'pol jamoa sifatida qayd etilishdi. Taktik sxema raqibga qarab 4-5-1 va 4-4-2 sxemalarga almashib turdi. 4-o'rinni egallagan Turkiya to'pga egalik qilish bo'yicha 52% natijani qo'lga kiritdi. Burchak to'plari 14 ta, follar soni 35 ta, ofsaydlar 6 ta. 6 ta sariq kartochkani qo'lga kiritishdi. Terma jamoasi tarkib orasida katta umidlar bilan kelgan bo'lsa-da, 3 ta o'yinda 2 ta mag'lubiyat qabul qilib oldi va guruhda so'nggi o'rinni egalladi va musobaqani erta tark etdi. Lekin shunga qaramasdan bosh murabbiy Vincenzo Montella o'z lavozimida qoldi.